Assalomu alaykum odamlar. Meni ismim Sanjar va YouTube kanalimga xush kelibsiz. Bu kanalimning shunchaki introsi. Bu hozir 14 fevral, Valentin kuni. Kimdirlar uchun Boburning tavallud topgan kuni 2026-yil va men YouTube kanalimning birinchi videosini qo'yyapman. Yoshim 19da. Hozirda nemis tilini o'rganyapman va maqsadlarim, niyatlarim, orzularim juda ham ko'p va katta. Hammasini ham ayta olmayman hozir, chunki balki o'xshamasligi mumkin, lekin o'xshashiga juda ham ishonaman. Xo'p. Keyin bugundan challenge boshlamoqchiman. Qanday challenge? Men nemis tilida speaking qilaman. Mavzulari Telegram kanalimda bor. Sancho Vix deb qidirsa, xuddi shu YouTubening nickname qanday bo'lsa, Telegramda ham xuddi shunday nickname, Instagramda ham, Twitterda ham xuddi shunday nickname. Va agar sizga qiziq bo'lsa, Telegram kanalimga obuna bo'lishingiz mumkin. Undan keyin bundan avvalgi depressiya haqidagi videolarimni o'chirib qo'ydim, chunki menga o'zimga yoqmadi. Va kameradan qo'rquvni yengish uchun, o'zi kameradan unchalik qo'rqmayman ham, lekin boshda qo'rqardim, o'zi ancha yengillashyapti men uchun. Shuning uchun sal step by step, shag'id by shag'id oshib boryapti. Qadamma-qadam, shag za shag, shagna shag deydim, shag za shag deydim, bilmayman. Xullas, xush kelibsizlar YouTube kanalimga va yoqimli tomosha. Enjoy.